Ayollarimizni to'yga boradigan bo'lsa, hozir go'zallik salonidan borib, go'zallik salonidan to'yga ketyapti. Go'zallik salonidan chiqqan xotinni eri tanimay o'tirib turib kim ekanini. Shunaqangi kraskalarni chapalab, sochlarini jamalay qilyapti. Bu Xudodan qo'rqmaydimi bu? Qorunur Rashidni ayollari Zubayda, Alloh rahmat qilsin, mana shu ayol haramda o'zlarini xos xonalarda o'tirsalar, Qorunur Rashidni bir qullari shu haramga bir xizmat bilan, yumush bilan bilmagan holatda kirib qolgan ekanlar. Shu qil kirgan paytda Zubayda, Qorunur Rashidni ayollari haramda boshyalang o'tirgan ekanlar. Boyaga qul kirgandan keyin chiq, nimaga kirding? Nega ogohlantirmading? Nega bir xabar bermading? Nega taqillatmasdan kirding? Chiq deb boyaga qulni chiqarib yuborib, boshiga ro'molni o'rab, shu bo'yi yig'lashni boshlabdi. Ey Parvardigor, men bu erkakka sochimni ataylab ko'rsatganim yo'q. To'satdan kirib qoldi, men bilmay qoldim. Agar bilganimda men boshalang o'tirmas edim. Parvardigor, meni azobga giribtor qilma. Erta shu gunohim uchun meni do'zaxga tiqmagin deb yig'laverib, oxiri nomahram erkakni ko'zi tushgan soch bilan Allohga qandoq namoz o'qiyman deb sochini qirdirib tashlagan tagimini. Bugungi ayollari sho'riga sho'rva to'kilmayaptimi? Sho'ri qurimayaptimi azizlar? Ro'mol o'ramay qo'ydi-ku o'zbek ayoli. Ya'ni o'zi baloga yo'liqqani yetmagandek, o'sha to'yga ketayotgan paytda 7-8-5 yashar qizini ham olib borib turib, o'sha go'zallik salonida sochlarini jamalay qilib, kiprik ulatib, labini pomada bilan so'rab, qo'liga lak so'rab, o'sha qizni ham yo'ldan uryapti. O'zi Xudo urib bo'lgan edi, uni ham Xudo urg'izyapti. Erta nima bo'ladi bu? Millatimizning taqdiri, onalarimizning fazilati, onalarimizning sabri qayerda qoladi?